Assalomu alaykum hurmatli подписчиклар. Yana bugungi obyektimiz Gullan tumanida bo'lib turibdi. Bu biratimiz shunday turib polning tengidan sattirajak. Birinchi etaj bilan ikkinchi etajning orasini. Buni xulosa ko'p ketib sattiramiz. Qolganini 5 sm 7 sm satamiz. Tek o'to'g'lan ekan, shundan bunga ishonmay keyin sattirib beramiz debdi. Короче, zor himoya bo'ladi, zor izolyatsiya bo'ladi, issiqdan, sovuqdan, shuni izolyatsiyalarimiz zor himoya bo'ladi. Yana o'zi satdik. Bunday havoga satdik bo'ladilar. 7-8 cm kalınlık oldu şöyle. Bunu hava oturdu. Hiç kanlar tahtadan çürütmedi, pisletmedi. Fakat ısı soğuktan himoya eder. Hiç himoya ederekten bu arada havada.